Allohning oyi bu Ramazon. 7-qism. Muborak Ramazon oyidagi alohidaliklar va ahkamlar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Savol. Ramazon oyida to'y qilsa bo'lamdi? Javob. Ramazonda shundaqla har qanday oy, kunlarda to'y qilsa bo'ladi. Agar o'rinlashtirish Ramazonga udul kelib qolsa, buningda biror cheklama yo'q. Mehmonlarni Ramazonda iftor yoki suhurga chaqirsa bo'ladi. Olimlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Zaynab, Savda, Ummu Salama radhiyallohu anhalarni Ramazonda olganligini, Fatima radhiyallohu anhani Ali radhiyallohu anhuga Ramazonda yotliq qilganligini bayon qilishadi. Ramazon kechalari yana jimaga ruxsat qilingan. Faqat kunduzlar ro'zasini buzib salmaslik uchun jimaning muqaddimalaridan saqlanish zarur. Agar kechiktirishga boshqa bir to'salg'u bo'lmasa, kunduzi o'zini tutolmay ro'zasini buzib salib, avorchilik yo'liqib qoldiganlar uchun Ramazon chiqib ketganda to'y qilish yaxshi bo'lsa kerak. Savol. Suhurlikni yeb uxlab qolib ehtirom bo'lib qolsa ro'za buzilamdi? Javob. Ehtirom bo'lsa ro'za buzilmaydi. G'usl qilib olsa bo'ladi. Savol. Tarovih namozida vitr namozi o'qilib ketadi. Keyin tahajjud namozi o'qisa, vitr namozini qayta o'qimdi? Javob. Vitr namozini oxirgi namoz qilib o'qish sunnatdir. Vitr namozini mumkin qadar oxirgi namoz qilishga tirishish kerak. Andin ba'zi ahvollarda vitrdan keyin nafl o'qib qolsa, vitrni qaytarilmasa bo'ladi. Savol. Turmada tutalmagan 5 yillik ro'zasining qazosini tutamdi? Javob. Turmada yetishdan iborat o'zrisi bo'lg'achqa, bu kishi xuddi 5 yil kasal bo'lib qolgan kishidek, turmadan chiqqandan keyin boshqa kunlarda Ramazonni tutalmagan ro'zalarning o'rniga ro'za tutish kerak. Alloh taolamo boshqa kunlarda tutsin deb buyurgan. Kechiktirganligiga gunoh bo'lmaydi. Buningga asosan 5 yil ichida har yili Ramazon ro'zasini 1 oy tutalmagan bo'lsa, keyin 5 oy qazosini tutadi. 100 kun tutalmagan bo'lsa, 100 kun qazosini tutadi. Bir kun tutalmagan bo'lsa, bir kun qazosini tutadi. Tutalmagan kunlarni orqadan tutish kerak emas, balki kun atlab tutib olsami bo'ladi. Fidya yoki kafarat kelmaydi. Savol. Ramazonda tarovihni o'qimasa gunoh bo'lamdi? Javob. Tarovihni o'qimasa jazolanmaydi. Chunki tarovih namozi farz yoki vojib emas, balki sunnatdir. Lekin nurg'un savobdan mahrum qoladi. Sahih hadisda kimki Ramazonda savob ko'zlab Allohga ishongan holda kechalarda namoz o'qiydi ekan, uning burungi barliq gunohlari mag'firat qilindi deyilgan. Uning ustiga Ramazonda 1000 oy ibodat qilgandan afzalroq bir kecha bor. Shunga musulmon kishi bu g'animatlarni qo'ldan bermasligi kerak. Savol. Burungi ummatlar qanday ro'za tutadi? Javob. Ro'za tutish ibodati Odam alayhisalomdan tortib barliq ummatlarga farz qilingan ibodatdir. Alloh taolo sizlardan ilgirki ummatlarga farz qilingandek ro'za tutish sizlarga ham farz qilindi degan. Ilgirkilarga farz qilingan ro'zaning sifati va miqdori biznikiga o'xshaydiganlar bor, o'xshamaydiganlar bor. Masalan, ba'zi ummatlarga gap so'z qilmay ro'za tutish farz qilingan. Ali Imron surasi 41-oyatda Zakariya alayhisalomga nishoning shuki, kishilarga 3 kungacha ishoratdan boshqa so'z qilmaysan degan. Maryam surasi 26-oyatda Alloh taolo Maryam alayhisalomga biror insonga uchrab qolsang, men Alloh uchun ro'za tutishni nazar qilgan. Shunga bugun hech kimga gap qilmayman degan. Yahudilarda Ashura kuni ro'za tutish bor. Yahudi nasoralarga bizga o'xshash bir oy ro'za tutish farz qilingan bo'lib, ular har 24 soatda bir eg'iz ochadi. Lekin ular kun sonini o'zgartirayotgan bo'lib, Yahudilarning ba'zilari yilda 6 kun, dindorlari yilda 1 oy tutadi. Xristianlarning ba'zilari yilda 40 kun, har faslda 3 kun, haftada chorshanba, payshanba kunlari tutadi. Ular sunnat jihatdan o'zgartirayotgan bo'lib, ba'zi xristianlar jalliqlarni yeyishdan farz tutish bilan ro'za tutadi. Savol. Ramazon kunlarining kunduzlari ayolini quchoqlab suyib qo'yish uchun yaqinlashganda tuyuqsiz shahvat qo'zg'alib ma'ni etilib chiqqan bo'lsa, buningga kafarat ketamdi. Shu kuni qanday qiladi? Ro'zani qayta niyat qilib olsa bo'lamdi yoki Ramazonning hurmatini qilgan asosda eg'iz ochiq yurish kerakmi? Javob. Jima qilmasdan quchoqlash va suyish bilan ma'ni chiqib ketgan bo'lsa, ro'za sunudi. Ro'za sundirish bilan gunohkor bo'ladi. Shundaqla Ramazondan keyin o'rniga qazo ro'za tutish kerak bo'ladi. Ammo kafarat kelmaydi. Nima uchun kafarat kelmaydi deganda, bu to'liq jima darajasiga yetmagan. Xuddi so'yganga o'xshash bir ishdir. Kafarat vojib bo'lmaslik asli hukmdir. Quchoqlash bilan ma'ni chiqsa, kafarat vojib deydiganga aniq dalil yo'q yoki musulmonlarning birlik ijmosimi yo'q. Quchoqlashni jimaga qiyos qilish to'g'ri bo'lmaydi, chunki bu jimaga o'xshamaydi. Jimada ma'ni chiqmasimi kafarat keladi. İmam Navavi Al-Majmu'da mundaq deydi. Ro'zasini jimadan boshqa yeb ichish, anonizm, ma'ni chiqib ketguchi quchoqlash qatorliq ishlar bilan buzib olsa, kafarat kelmaydi. Chunki
kafarat jimaga kelgandir. Yuqoriq ishlar jimaning ma'nisiga o'xshamaydi. Ba'zi olimlar quchoqlash va suyish orqali ma'ni chiqib ketgan ahvolda kafarat keladi deb qaraydi. Ular bu ishlarni jimaga qiyos qilgan. Albatta, roza yuqoriq ishlar bilan sungan taqdirdimi, roza va Ramazon hurmati uchun iftor vaqtigacha yemak-ichmak yoki roza sundiradigan ishlarni qilmay turdi. Savol: uyda etikafda o'ldirsa bo'lamdi? Javob: etikafda o'ltirish uchun masjid bo'lishi shartdir. Alloh taolo Baqara surasi 187-oyatda mundaq deydi: sizlar masjidda etikafda o'ltirgan chog'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar. Bu oyat etikafda o'ltirish uchun masjid shart ekanligini ko'rsatadi. Shundaqla cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, juma o'qiladigan bo'lsin yoki o'qilmaydigan masjid bo'lsin, masjidli bo'lsa etikafda o'ltirishga bo'ldiganligini bildirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjiddan boshqa joyda etikafda o'ltirmagan. Ba'zi olimlar jamoat namozi o'qiladigan masjid bo'lishini shart qilgan. Savol: Ramazon kunduzida anonizm qilib ma'ni chiqqan bo'lsa, hukm qandoq bo'ladi? Javob: tavba qilib, shu bir kunga bir kun qazosini tutadi. Kafarat kelmaydi. Savol: ayollarning oldi a'zosini tekshirtirishda roza sunamdi? Javob: ayollarning oldi tarafiga chayqaydigan dora, barmoq yoki tekshirish ayniki va yoki uzuk kirgizgan ahvoldami rozasi sunmaydi. Kichik tahorat elvasi bo'ladi. Savol: aeroplanda safar qilganda roza tutsak kun patgan chog'da ig'iz ochamdiq yoki ustiga kelgan shahar vaqtiga bo'ysunamdiq? Javob: aeroplanda uchayotganda kun patganligini ko'rganda andan ig'iz ochsiz. Savol: ig'izga purkiydigan dorini ishlasa roza sunamdi? Javob: ig'izga purkiydigan dori tarkibida so'mi bor. Agar galdan o'tib ketmasa roza sunmaydi. O'tib ketsa roza sunadi. Ammo burunga purkisa roza sunmaydi. Savol: sig'iz chaynasa roza sunamdi? Javob: sig'iz chaynagan chog'da parchalanib ketadigan bo'lsa, buning biror parchasi galdan o'tib ketsa roza sunadi. Hozirgi sig'izlar parchalanib ketmasimi, ammo uningdagi shakar moddasi bilan tam kirgizuvchi moddalar tukrukda erib, galdan o'tadigan bo'lg'achqa rozani sundiradi. Uning ustiga sig'iz chaynash ig'izini quritib o'tadigan bo'lg'achqa ro'zdarga ziyonliq. Savol: tamaki cheksa rozani sundiramdi? Javob: tamaka, moxorka, chilim va shuningga o'xshagan chekimliklar bilan roza sunadi. Bu tutunlar nikotin qatorliq moddalarni o'z ichiga oladi. Bu sababdan bu moddalarning qoldiqi tamakining bulutida, o'pkida, kanayda qop-qora ko'rinadi. Bu moddalar badanga kirganda qoldirgan ta'siri yemak-ichmakning ta'siridan ig'ir bo'ladi. Buningga asosan ro'zdarning tamaki chekishi ro'zini buzib o'tadi. Chunki u o'z ixtiyori bilan ichiga modda kirgizgan. Doktorlarning deyishicha, tamaki tutuni ig'izdan kanayga, andin o'pkaga kirsa, yana az bir qismi qizil o'ngach orqali oshqozonga boradi ekan. Yana bir tarafdan tamaki miyaga ta'sir qiladi. Xumor va tashlayolmaslikda aroq bilan zaharli chekimlikdan qilishmaydi. Bu jihatdan tamakimi bir xil kayib suradigan shahvat doirasiga kiradi. Chunki bangi yemak-ichmaksiz chidasimi tamakisiz chidab bo'lolmaydi. Hadis qudusida Janobi Alloh ro'zdar yemak-ichmakini, shahvatini men uchun tashlaydi degan. Tamakining boshqa tutunlardan tuvandagidek farqi bor. Birinchi, bangi tamak isini qasddan ichiga tortadi. Ko'chadagi islarni qasddan tortmaydi. Imom Ibn Abidin mundaq deydi: ichiga tortishdan saqlanoladigan har qanday tutunni qasddan ichiga tortsa, ro'zasi buziladi. Bu gul purgandek, mushuk anbar purgandek ish deb o'ylab qolmaydi. Chunki mushuk anbardek narsalarning purqi bilan xushbo'ylangan havo va o'z ixtiyorligi bilan ichiga kirgizgan tutunning o'tiridagi farq aniqdir. Ikkinchi, tamak isini ig'izi so'mirdi. Tutun bo'lsa, nafas orqali ichiga kiradi. Ko'chadagi to'zon tutunlar burniga kirdi. Burniga kirgani kanay orqali ichiga o'tishi mumkin. O'tolmasligi mumkin. Ko'chadagi to'zon tutunlardan saqlanish qiyin va qasddanlik bo'lmag'achqa ichiga o'tgan taqdirdami ro'zini sundirmaydi. Ammo qasddanlik bilan atay kuchab so'mirish orqali ichiga o'tkazsa, bularmi ro'zini sundirdi albatta. Uchinchi, ko'chadagi to'zon tutunlardan saqlanish tas bo'lg'achqa ro'za buzilmaydi. Tamakidan saqlanish mumkin bo'lg'achqa cheksa ro'za sunadi. To'rtinchi, tamakini ko'ngli xohlaydi, boshqa tutunlarni bo'lsa yoqtirmaydi. Beshinchi, ro'zadan maqsad irodani tavlash, yomon odatdan qutulish, fikrlarning holini his qilish va taqvodorlikni qo'lga keltirish. Tamaki buning aksi ro'zadan ko'zlagan nishonlarning ro'yiga zid keladi. Savol: burun orqali kirgan narsa galdan o'tib ketsa ro'zani buzamdi? Javob: burun ig'iz bilan o'xshashla qizil o'ngachga tutishidi. Shunga ba'zi bir ahvollarda burun orqali g'izolanish ehtiyojimi tug'iladi. Buningga asosan burundan kirgan narsa galdan o'tib ketsa ro'zasi sunadi. Savol: ro'za hayit uchurini oldik, ammo
biz diyorimizda oy ko'rganlik xabarini ololmadik. Shunga ro'za tutamdiq yoki hayit qilamdiq. Javob: diyorimizda oy ko'rish faoliyati bo'lmag'achqa, oy ko'radigan islom allarida ko'rgan oyni hisob qilsak bo'ladi. Buning asosan Saudiya Arabiston qatorliq allar bilan birga hayit qilamiz. Hayit kuni ro'za tutmaymiz. Ammo hayit namozi o'qish ishini mumkin bo'lsa, jamoat bo'lib o'qib, bo'lmasa bola chaqalarimiz bilan o'qib olsak bo'ladi yoki bir kun kechiktirsakmi bo'ladi. Savol: balog'atga yetmagan kichik qariya qizlar Ramazonda taroveh namozi o'qisa, cho'ng ustozlar u qiz bolaga iqtido qilib namoz o'qisa bo'lamdi? Javob: erlar kichik qizlarga yoki ayollarga iqtido qilsa bo'lmaydiganligi olimlar orasida ittifoq masala. Qiz ayollarga ayol kishi iqtido qilib luqma solsa bo'ladi. Erlar Qur'on ichib luqma soladigan bo'lsa, namozga turmay sirtdan luqma solsa bo'ladi. Savol: Ramazonda eriq o'stanlarga bo'yinning ustini cho'kirmagan ahvolda suvga tushsa ro'za sunamdi? Bir narsa pursa ro'za sunamdi? Badanning tarlishi sababli munchoq tushsa ro'za sunamdi? Javob: hech qaysi bilan ro'za sunmaydi. Ammo burun bilan qattiq ichiga tortib galdan o'tkazsa ro'za sunudi. Savol: Ramazonda ro'za tutibmi g'aybat qilgan, yolg'on gap qilgan, ochiqlab varqirgan odamlarning ro'zasi buzilib ketdi, yeb ichsa bo'ladi deyish to'g'rimi? Javob: ko'pchilik olimlarning qarshida g'aybat bilan yolg'onchilikdagi gunohlar ro'zani buzib o'tmaydi. Mujohid bilan Sufyan Savriy qatorliq olimlar g'aybat ro'zani buzib o'tadi deb qaraydi. Savol: yurtimizda Ramazon sababi bilan xali ko'p yaxshi musulmonlar haqsiz iftorlik bilan suhurlik beryotidi. Buningga zakat pulini ishlasimi bo'lamdi? Yana birisi taroveh namozini bizning yurtdagi ulamolar mustahab deydi. Siri sunnat debla, bilib olsak bo'pti ekan. Javob: birinchi, zakat pulda iftorlik bilan suhurlik bersa bo'lmaydi. Chunki dasturxonda boymi bo'ladi, kambag'allarni chaqiradi degan ahvoldami bo'lmaydi. Zakat pulda kambag'alning qo'liga berish kerak. O'zi xohlagan narsaga ishlatadi. Ikkinchi, taroveh namozi sunnat. Ba'zilar mustahab deydi, yana ba'zilar vojib kifoya deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qancha kecha o'qigan. Keyin Rashid xalifalar qilgan bo'lg'achqa sunnat deyish muvofiq. Ba'zi olimlar mustahab bilan sunnat bir narsa deb qaraydi. Savol: birinchi, hozir diyorimizda qorilar kuniga 3-4 baradan o'qib xatmada turyotidi. Bir baradan o'qisa jamoatga ig'ir kelmaydi. Biroq bir tarafdan qorilar yetishmasa, yana bir tarafdan qorilarga kiradigan kirim azlab ketadi va yoki Qur'onni ko'proq o'tkazib olish deganga o'xshash boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Bu ahvol ba'zi jamoatlarga ig'ir kelib, masjidga chiqmaydi. Bir masjid jamoatidan ahvol egilasam, 50-60% dan ko'p jamoat 3-4 baradan o'qilgan tarovehni ig'ir ko'rdi ekan va odatdagidek o'qilishni xohlaydi ekan. Ikkinchi, suhurlikqa uyg'onolmagan kishi shu kuni ro'za tutamdi yoki tutmamdi? Uchinchi, Qur'onni tarovehda tugutishning hukmi nima? To'rtinchi, tarovehda tugutadigan imkoniyat bo'lmay, namoz sirtida bir odam o'qisa, qolganlar tinglab tugatsa-chi? Javob: birinchi, taroveh namozi sunnat. Chidayolganlar o'qisa bo'ladi. Imomlarmi jamoatning ahvoliga qarab muvofiq o'rinlashtirishi kerak. Ikkinchi, suhurlikqa uyg'onolmagan kishi ro'za tutaverdi. Chunki suhurlik yeyish ro'za tutish uchun shart emas, balki sunnat. Uchinchi, Qur'onni tarovehda xatma qilish mustahab. Chunki bu bir xil Qur'on o'rgatish va o'rganish bo'lib, Jibril alayhisalom Ramazonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan shunday qilgan. Salaf solihlarmi shunday qilishni yoqtiradi. To'rtinchi, namoz sirtida o'qib va anglab o'rganish sunnat. Chunki Jibril alayhisalom Ramazonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan shunday qilgan. Qur'onni faqat bilmaydiganlar uchun o'rganish vojib. To'g'ri o'qishni emas, ma'nosini ham o'zlashtirish lozim. Savol: Qadr kechasini qandoq bayqaydi? Bayqaganda nima deb duo qiladi? Javob: Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kechasida bo'lish ehtimolligi cho'ng. U kecha oydin, tep-tinch kecha, issiqmi, sovuqmi emas. U kechaning atisi quyosh qizg'uch va nursiz chiqadi. Bu kechalarda Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Allah, sen afu qilg'uchisan, afuni so'ysan. Shunga bizni afu qilib o'tkaysan deb duo qiladi. Savol: odatda vitrni Ramazonda o'nlik o'qiymiz. Endi so'ramoqchi bo'lganim, Ramazondan boshqa vaqtlarda ayrim namoz o'qiganda vitrni o'nlik o'qisak bo'lamdi? Javob: Ramazondan boshqa vaqtlarda ayrim namoz o'qiganda vitrni o'nlik o'qisa bo'ladi. Chunki kecha namozlarda o'nlik o'qish afzal. Ayol kishimi yot anglamaydigan ahvolda kecha namozlarini o'nlik o'qisa bo'ladi. Savol: o'g'il qizlarimizning namoz farz bo'ladigan vaqtini qanday hisoblaymiz? Namoz farz bo'lgandan keyin Ramazon ro'zasimi farz bo'lamdi? Javob: namoz va ro'za balog'atga yetish bilan farz bo'ladi. Namozga 7 yoshda buyurib o'rgatgach turamiz. Balog'atga yetganda farz bo'ladi. Balog'atga yetish qizning hayzi ko'rishi bilan, o'g'ilning ehtilom bo'lishi bilan ma'lum bo'ladi. Namoz farz bo'lgandan keyin Ramazon ro'zasimi farz bo'ladi? Savol:
Ba'zilar xizmat sababi tufaylidan ro'za tutmaydi ekan. Mushundaq kishilar Ramazondan keyin fidya bersa bo'lamdi? Javob: ro'za tutib qo'yib, yeb ichishga zo'rlangan, haqiqiy majbur bo'lgan ahvolda eng az miqdorda yeb ichib ro'zasini davomlashtirsa bo'ladi. Majburlanganlikdan ro'zasi buzilmaydi. Savol: etikafda o'tirish uchun masjid bo'lishi shart bo'ladi. Lekin bizning diyorlarda Ramazonning oxirgi 10 kuni masjidda o'tirib etikaf qilish emas, odatda 5 vaqt namoz o'qishmi tez. Masjidga qulub solib degandek. Shunga etikafni uyda qilsak bo'lamdi. Javob: etikafni uyda qilsa bo'lmaydi. Ikki namoz oraliqida yoki biror soat etikafni niyat qilib masjidda turib chiqsa bo'ladi. Savol: bugun dushanba diyorimiz Qashqarda taroveh o'qidik. Erta seshanba Alloh xolisa ro'za tutib qo'ymoqchi bo'ldik. Biroq bu turbatga sizlar Saudiya Arabiston va Misr tarafda chorshanba kuni ro'za tutiladi deb yozib qo'yiblar. Biz endi diyorimizdagilarga ergashamdik yoki Saudiya Arabistondagilarga ergashamdik. Xafa bo'lmay tezdan javob berayotgan bo'lsa bo'pti ekan. Alloh rahmat qilsin. Javob: diyorimizda oy ko'rish ishi bo'lmagandan keyin seshanba ro'za tutmay, Saudiya bilan Misrga o'xshash chorshanba tutishi lozim. Seshanba tutganlar ig'iz echib o'tadi. Chunki shak kunida ro'za tutish ko'pchilikning qarshida makruh yoki harom. Savol: Ramazonda kechalari qiyamda turib namoz o'qish yaxshi ish, lekin biz odatda tarovehdan qaytib kechasi yana ibodat qilsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning farz namozi bilan o'qiladigan 12 rakat namozdan boshqa 11 rakatdan ortiq namoz o'qib boqmagan degan hadisga xiloflik qilgan bo'lamdiq. Javob: xilof bo'lmaydi. Agar sizmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qiganda qiyamni, rukuni, sajdani favqulodda uzun qilib o'qiy olsangiz, 8 rakatdan ortiq o'qishga vaqt chiqmaydi. Undaq uzun o'qishga bardoshlik berolmaydigan bo'lg'achqa, rakat sonini ko'paytirib o'qishdan boshqa chora yo'q. Sahoba kiramlarmi 20 rakat o'qigan. Salaflardan ba'zilar 36 rakat o'qigan. Savol: hozir diyorimizda xufton va taroveh namozini 50 minutda tamom qiladi. 29 rakat namozni bundoq tez o'qisa namoz durustmi? Javob: ruku sajdani ta'til arkan bilan o'zini to'xtatib o'qigan bo'lsa durust. O'zini to'xtatmay it qovlagandek o'qisa durust bo'lmaydi.